chiroyli olmalar 87 sent ekan har bir LB uchun. Urug'siz uzun deb qo'yibdi. Halol mol go'shti oldim. Mana mol go'shtining kilosi, kartoshkani qoplab qo'yishgan ekan. Buni narxi hammasi bular 97 sentdan ekan. Bularning ichiga nimalar kirar ekan? Sabzi ham kiyibdi, bizga o'xshar ekan. Hurmatli tomoshabinlar, do'stlar, bugungi video mavzusi hamma uchun, deyarli barcha uchun juda ham qiziq. Bugungi videoda narx-navolar haqida gaplashamiz, ayniqsa oziq-ovqat narx-navosi haqida. Amerika Qo'shma Shtatlarida oziq-ovqat narxlari qanaqa? Bu videodagi ma'lumotlar butun Amerikaga taalluqli deyish qiyin. Biz hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatidamiz. Texas shtatida joylashgan 79 ming atrofida talabasi o'qiydigan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng katta universitet joylashgan shaharchadamiz. Bu shaharchada o'sha universitetdagi talabalar, shu bilan birgalikda universitet bilan bog'liq ishchilar bilan birga bo'lib 150 ming, balki 120 ming atrofida aholi yashaydi. O'sha shaharchaning yonidagi kichkina shaharcha bilan birgalikda bo'lib 250-270 ming atrofida aholi yashaydi. Mana shu shaharchada joylashgan bir supermarketlar tarmog'ini narx-navosini ko'rib chiqamiz. Supermarketlar tarmog'i Texasdagi tarmoq, Texasdagi tashkil bo'lgan tarmoq, HEB, ya'ni buni tarjimasini oladigan bo'lsak, here everything is better. Ya'ni bu yerda hamma narsa yaxshiroq degan ma'noni bildirar ekan. Brendini men korzinkaga o'xshatdim. Korzinkaga o'xshab qizil yozuvlardan foydalanilgan, paketlarda ham o'sha qizil yozuv va shu bilan birgalikda qizil bilan sariqqa aralashtirilgan uyg'unlik bor ekan brendida. Korzinka ham xuddi oziq-ovqat bilan shug'ullansa, bunda ham faqatgina oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, elektronika yoki shunga o'xshagan mahsulotlar bu yerda sotilmaydi, faqatgina oziq-ovqat. Yana bitta e'tibor beradigan tomoni, mana shu 1, 2, 3, 4 ta mashhur brendlar o'sha chakana savdomi, ulgurji savdomi, umuman oziq-ovqat mahsulotlar bilan sotadigan oziq-ovqatdan tashqari aholi uchun shunaqa iste'mol mahsulotlarini sotadigan supermarketlar tarmog'ini yana bir tomoni borki, Amerikada, balki Texasda shunaqadir, zapravkalar tarmog'i ham bor. O'sha supermarketni old tomonida, qaysidir tomonida zapravkani o'rnatib qo'yishgan. U yerga kelgan xaridorlar benzin ham xarid qilishi mumkin. Benzin, shu bilan birgalikda mana bu tomonda elektr mashinalar uchun zapravka qilib qo'yishibdi. Zapravkasi. Hozir benzin narxini bilishga harakat qilamiz. Demak, bu tomonda o'sha elektr mashinalarining zapravkasi, bu tomonda bo'lsa benzin zapravkalar ekan. Narxini qayerdan ko'rish kerak? Hozir bilishga harakat qilamiz. Bu joyda yana bir qiziq tomoni, hech kim piyoda yurmaydi. Hozir men piyoda yurib, zapravkalar atrofini aylanib videolarga olyapsam, hamma qaraganday bo'lyapti. Endi nima qilib yuribdi bu degan ma'nodami yoki boshqa nazardan umuman olganda bu yerlarda odam piyoda yuradigan odam juda ham kamdan kam ko'rasiz. Kamdan kam odam piyoda yuradi. Hammasi mashinaga o'tirib qolishgan. Keling, zapravkadagi narx haqida shunchaki gaplashmaylik-da, amalda ko'rsatay men. Zapravka qancha turadi, narxi qancha turadi, benzin qanchaga tushishini ko'rsatib beraman. Bu yerda ham oz-moz navbat bo'lar ekan. Unchalik ko'p emas, endi ozgina navbat. 1, 2, 3, 4 ta kolonkasi bor ekan. Bir vaqt o'zida 8 ta mashina, menimcha 4 ta adashmasam 4 ta bo'lsa kerak. Bu tomonda mana mashinalarni balonini ko'rish uchun nasoslarni ham qilib qo'yishgan ekan. Albatta pul to'lab turib o'sha nasosda mashinaning damini ko'rib olish mumkin. Bu tomonda elektr zaryadniklar. Bizda singari BYD yoki Leap Motor degan avtomobillar bu yerda yo'q. Amerika o'zining mashinalarini himoya qiladi. Tesla bor, faqat ko'proq asosan Tesla, mana Hyundai bor ekan, Tesla bor ekan. Lekin zaryad qiladigan stansiyalar hammasi Teslaga qarashli. Mendagi mashina katta mashina, oddiy kichkinagina mashina emas. Hozir Silverado degan Chevrolet Silverado degan mashina 75% atrofida zapravkasi bor, 25% atrofida tugagan. O'shani to'ldirishimiz uchun qanchalik ketishini, qancha pul ketishini hozir ko'ramiz. Mashinani tashqaridan sizlarga bir ko'rsatib qo'yishim mumkin. Mana shunaqa darajadagi kattagina mashina.
Cobaltga qaraganda bu ancha menimcha ko'p benzin ichsa kerak. Biz hali ham o'sha supermarket, oziq-ovqat supermarketidamiz. Oziq-ovqat supermarketiga qarashli bo'lgan zapravkadamiz. Hali oziq-ovqat narxlarini ko'rishga kirmadik. Videoni endi qizig'i boshlanyapti. Videoda oziq-ovqat narxlari, bizni so'mda qanchaga tushishini ko'rib chiqamiz. Oziq-ovqatda ham endi hammasini ko'ra olmasak kerak. O'sha bizga muhim bo'lgan asosiy bir 10 ta atrofida mahsulotni narxini ko'rib chiqamiz va so'mda qancha bo'ladi va bizdagi narx-navodan farqi kattami yoki kichkinami, buni bilib olishga harakat qilamiz. Men o'ylayapman, ko'radigan narsalarimiz yog', go'sht, un, meva-chevalar, shunga o'xshagan mahsulotlar narxini ko'rishga harakat qilamiz. Bu tomonda navbat ma'lum bir darajada mavjud, lekin unaqa ko'p emas. O'sha adashmamiz 1, 2, 3, 4 ta kolonkasi bor ekan. 4 ta kolonkada bir vaqtning o'zida agar ikki tomondan mashina zapravka qiladigan bo'lsa, 4 ta mashina, 8 ta mashina zapravka qilishi mumkin. Mana navbat keldi. Sekin qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, o'zimizdagi viza kartalar o'tar ekan. Menimcha o'tadi. Demak, kartamiz qabul qildi. Endi kutib turing deyapti. Mashinani yuvish xohlaysizmi deyapti. Yo'q, mashina yuvish xohlamaymiz. Chek olish xohlaysizmi deyapti. Kutib turing deyapti. Demak, men buni ko'taring deyapti. Ko'tarasiz, bu tomonga soling deyapti. Va tanlash kerak. Mana shu eng kichkinasi bo'ladi bizga. Boshlayapti. Quyishni bu tomonda. Demak, ko'rsatadi. Oxirgi narxni ko'ramiz. Demak, narxi hozirgi tanlagan benzinimiz 87-marka ekan. Endi bizda u qanaqa bo'ladi bilmadim. Bizdagi markaga qaysi tomondan to'g'ri keladi? 92, 80, 80, 95 benzinlarimizga qaysi darajada to'g'ri keladi bilmadim, lekin 87 men doim kuyaman. Hech qanaqangi muammo joyi yo'q. Narxi demak $2.25 ekan. 1 gallon uchun. Bu yerda gallonda hisoblashadi miqdorini. Litrda bizda litrda hisoblasak, bu tomonda gallonda hisoblashadi. Demak, shu viza karta bilan bemalol to'lab ketish mumkin. Yoki bo'lmasa bu tomonda nima bor? O'sha operator bor. Operatorga borib uchrash mumkin. Operatorga borib uchragan holda benzin kuyish mumkin. Narx-navoni ko'ramiz. Yana 2.25 shu 9, 2.25 sent 1 gallon uchun va 2.89 bu dizel uchun ekan. Umumiy narxini to'lsa aytaman. To'ldi ham. Hozir sizlarga hisoblab beraman. Xo'p, o'rtoqlar, mana hozir benzinimizni cheki umumiy miqdorda gallonda 6.909 gallon benzin quyimiz. Har bir gallon uchun $2.25. Umumiy miqdorimiz 15.61 sent bo'ldi. 25% mana shu mashinamizni 25% bakini to'ldirishimiz uchun 15.61 ketdi. Uni 25% bo'lsa 4 ga ko'paytirsak $60 atrofidagi to'lar ekan, menimcha. Endi adashmasam bu mashina umumiy to'lish miqdori $60 atrofida bo'lar ekan demak. Hozir buni litrda so'mga aylantiramiz. 1 litr benzin qanchaga to'g'ri kelishini hozir hisoblab chiqamiz. Mana agar hisoblaydigan bo'lsak, umumiy miqdordagi gallonimizni umumiy miqdori 6.909 bo'ldi. 1 gallon e'tiboringlar uchun 3.78 litr atrofida bo'ladi. 3.78 litr bo'ladigan bo'lsa, umumiy miqdorda 26.11.602, 26 litr 110 gram, 116 gram atrofida benzin quyimiz. Eslab qolaylik shuni, 26.116 gram. Benzin quygan bo'lsak, uni umumiy miqdori $15.61 bo'ldi. $15.61 bo'lamiz. 26 litr 116 gram.
o'shanda litrimiz kelib chiqadi. Litriga qancha miqdorda dollar sarflaganimiz kelib chiqadi. Bu 59 sent qanchadir bo'libdi. Endi buni bugungi kursga ko'paytiramiz. Menimcha kurs 12300 atrofida bo'lsa kerak. 12300 atrofida bo'lsa, demak 7351 so'm atrofida to'g'ri kelar ekan. Do'konga kirishdan tashqarida har xil narsalar bor ekan. Bu tomonda gullar sotishar ekan. Farmacy degani demak o'sha dori-darmon sotiladigan aptekalari ham bor. Har xil vitaminlar, dorilarni sotiladigan joylari bor. Qizig'i mana tashqarida propan gaz sotishadi. Propan gaz xuddi bizdagi propan bilan bir xil. Faqat uni baloni boshqacharoq. Asosan buni o'sha pikniklar qilish uchun, har xil ovqatlarni pishirish uchun, sayohatlarga borganda mashinaning orqasiga tashlab qo'yib, boradigan joyga borganda foydalanish uchun olingan. Mana bizcha olib beradi. Kimdir propanni zakaz qilsa, mana idishlarni olib kelishadi. Bo'shaganini berib, bo'shaganini bergandan keyin ichida borini olib ketiladi. Tashqarida aravachalar, mana bunaqa aravada yurish xohlaganlar uchun bunaqa aravachalar, o'tinlar bor ekan. Bu tomonda mana bakalashkani olib kelsangiz, o'zingiz suvingizni to'ldirib olishingiz mumkin. 45 sentdan ekan bir gallon. 374 litri 45 sentdan bo'lsa, buni hisoblab ko'rish kerak ekan. Litriga qanchadan to'g'ri kelishini. O'zingiz idishingizni olib kelgan holda mana bunaqa idish bo'lsa kerak yoki bu idish ham endi bilmadim. Faqat qisqasi 1 litri 1460 so'mga to'g'ri kelar ekan mana bu ichimlik suvini. 1 litri 1460 so'm bo'lsa, bizdan ko'ra sal qimmatroq ekan. Toshkentda shunaqa apparatlarni qo'yib qo'yishgan, unda litri 600 so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, oziq-ovqat supermarketining ichiga kirdik. Oziq-ovqat supermarketi qismlarga ajratilgan. Bu tomonda mevalar qismi ekan. Mana mevalar qismi, bu tomonda faqat meva-cheva, sabzavot, mana bunaqangi tayyorlab qo'yilgan qovun, tarvuzlar, bananlar, shu nimalar sotiladi. Meva-chevalar sotiladi. Bu tomonda shirinliklarni pishirishyapti. Sushi bor ekan. Sushi pishirishar ekan. Sushilar, bu tomonda tayyorlangan salatlar. Hozir keling biraloq birdaniga supermarketda aylanib chiqamiz, tezgina nimalari bor, qanaqa darajada katta yoki qismlari nimalardan iboratligini ko'rib chiqamiz. Bu tomonda go'sht mahsulotlari, kolbasaga o'xshagan mahsulotlar, go'sht, bu tomonda pishloqlar bor ekan. Supermarket yetarli darajada juda ham katta. Pishloq mahsulotlari, bu tomonda o'sha kolbasaga, sosiskaga o'xshagan mahsulotlar, bu tomonda o'sha yarim tayyorlab qo'yilgan go'sht mahsulotlari, baliq mahsulotlari ham bor ekan shekilli, menimcha yarim tayyorlab qo'yilgan go'shtdan qilingan oziq-ovqatlar. Endi bu tomonga kirmaymiz, bu tomon spirtli ichimliklar ekan. Bu tomonda butun o'sha yarim tayyorlab qo'yilgan yoki butunlay tayyorlab qo'yilgan go'sht mahsulotlari. Bu tomonda-chi, bu tomonda yozib ham qo'yilgan ekan. Demak, non mahsulotlari, non va non mahsulotlari, butun nonlar bor ekan. Bu tomonda yana bir narsalar, qisqasi umumiy hozir hajmini ko'rsataman. Umumiy pishloqlar yana bu yerda ham. Pishloq, o'sha sut mahsulotlariga o'xshagan narsalar. Umumiy supermarketning umumiy hajmini bir ko'rib chiqamiz. Keyin undan keyin narxlarga to'xtalamiz. Narxlarni ham albatta hammasini to'xtalishning iloji yo'q. Bizga kerakli bo'lgan, asosiy kerak bo'ladigan bir 4 ta 5 ta atrofidagi mahsulotlarni ko'rib chiqamiz. Bular nima bo'ladi? Bular guruch bo'lishi mumkin, yog' mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, un bo'lishi mumkin. Yana shunga o'xshagan bizga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan kundalik ehtiyojimizda ishlatiladigan mahsulotlar narxini ko'rib chiqamiz. Bu yerda hozir mana chipslar bor ekan, bular bizga unaqa darajada qiziq emas. Hozir o'sha supermarketda qanchalik kattaligini umumiy ko'rib olishingiz uchun bir yurib chiqyapman. Yana Amerikada shunaqa oziq-ovqat mahsulotlarining bitta tomoni borki, u yerda vitaminlar qismi bor. Deyarli hammasida o'sha vitaminlarni sotadi va bu tomondan hayvonlarni oziq-ovqatlari ham bor ekan. Hayvonlar, itlar uchun, mushuklar uchun, ular uchun ozuqa mahsulotlari va to'g'ridan to'g'ri o'sha oziq-ovqat pishirishda yoki oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lgan narsalar, mana idishlar bor va
ichimliklar ichish uchun krujkalardan tortib mana bunaqangi tarelkalar bor, bir marta ishlatiladigan salfetkalar bor, shunaqa narsalar bor, lekin kiyim-kechak degan narsa yo'q. Bu tomon o'sha xolodilnikda turadigan sut, qatiq mahsulotlari ekan. Demak, menimcha umumiy tushuncha paydo bo'ldi, qanchalik katta joyligi va xilma-xilligi haqida joyi. Endi bu Amerikada bir video olish ham juda ham qiyin narsa. Odamlar sudga ham berib yuborishi mumkin, chunki meni yuzimni videoga olyapsan, ruxsatsiz olyapsan. Uni ustiga mana supermarket xususiy mulk hisoblanadi. Bu korporatsiya xususiy mulk bo'lgani uchun ularning o'zining qonun qoidasi bo'lishi mumkin. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak yoki men to'g'risini aytaman hozir sizlarga, boshqasiga borib, xuddi shu HEB'ni boshqa joyiga borib men so'rab ko'rdim, borib video olsam maylimi deb so'rab ko'rdim. Keyin u sotuvchilardan bittasi menejer bilan gaplash kerak dedi. Menejerni chaqirdi, menejerga keldi, menejer bilan gaplashib, men senga bir haftadan keyin javobini aytaman degan gapni aytdi, lekin men o'sha boshqa joydagi filialiga kelib o'zbekcha qilib olib yotibman. Endi qo'lga tushib qoladigan bo'lsak nima deyish mumkin? To'xtating, video olish mumkin emas deyish mumkin. Ko'p ham qamab qo'ymaydi yoki ishtirab solmasa kerak. Xo'p, do'stlar, videoni boshlagan joyimga qaytib keldim. O'sha mevalar qismiga, meva qismining boshlanishi, supermarketga kirish, narx-navo bilan gaplashamiz. O'sha aytib o'tganimizdek 87 sent ekan. Narx-navo haqida gapirishdan oldin bu yerda o'lchov birligi haqida aytib o'tmoqchiman. LB degani bu o'sha funt bo'ladimi, menimcha bularda o'lchov birligi bor. Bu 1 LB 450 gram atrofida bo'ladi. 450 gram atrofida bo'ladi bu LB'si. Demak, buni hisoblab beraman. Endi qisqasi hisoblab beraman sizga. Olma bor ekan bu yerda, o'sha bizdagi chiroyli olmalar 87 sent ekan har bir LB uchun. Hozir men hisoblab beraman sizga qancha bo'ladi. 87 sent. 87 sent demak 23.600 so'm bo'lar ekan 1 kilo olma uchun. Bu yerda mana mandarinmi, apelsinmi, bularniki ham 23.600 so'm. Keling, mana bitta uzum bor ekan, mana uzum, oq uzum, urug'siz uzum deb qo'yibdi. Buniki 50.743 so'm bo'lar ekan 1 kilo mana shu turdagi urug'siz uzum. Yana nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda juda ko'p mahsulotlar bor, hammasiga to'xtala olmaymiz. O'zimizdagi o'sha makka jo'xori tozalab bu yerga tashlashingiz mumkin. Tozalangandan keyin olib ketishingiz mumkin yoki o'zini olib ketishingiz mumkin ekan. Har biri 50 sentdan. Bizda qanaqa buni narxi? Kommentariyada yozib oling-chi, agar dumbulla korzinkada yoki supermarketlarda qanchadan turadi. Yana nimani ko'rishimiz mumkin bu yerda? Bananni ko'raylik. Keling, banan 48 sent ekan. 48 sent. Kartoshkaning narxlari. Kartoshkani mana bunaqangi 5 funtlik qopchalarga tayyor qilib solib qo'yishgan. Buni narxi 249 dollar ekan har bir qop uchun. Shunda 1 kilo kartoshka uchun o'zbek so'mida narxi mana shu ekrandagi summa bo'ladi. Bu yerda ham kartoshkaning juda ham ko'p turlari bor. Mana bu joyda 15 funtlik kartoshkani qoplab qo'yishgan ekan. 15 funtimiz anchagina bo'ladi. Shuni narxi mana 647 dollar. Bu o'zbek so'mida har bir kilosi uchun. Piyoz narxi 3 funtlik qopchalarni qilib qo'yishgan. Har biri qopchasi 312 dollardan. Bunda 1 kilo piyozimiz. Mana bu piyoz 1 kilosi. Mana bu piyozni 1 kilosi. Buniki ham deyarli bir xil. Mana bu piyoz bizdagi piyozga juda o'xshar ekan, xuddi bizdagi piyoz singari. Buni narxi sal arzonroq. Mana bu eng arzon ekan. Bu piyozimizning 1 kilosi. Shu bilan mana shu tomonimiz meva va sabzavotlar tomon bo'ladi. Kartoshka, piyoz, sabzi, olma, barcha mevalar tomoni bo'ladi. Endi bundagi hamma narsani ko'rib chiqishga ulgurishimiz qiyin.
Shuning uchun boshqa tomonga qarab ketamiz. Endi boshqa tomonda o'sha go'sht mahsulotlari bor. Unni ko'ramiz, go'sht ko'ramiz. Tuxum ko'rsak bo'ladi. O'sha bizdagi ro'zg'orimiz uchun birinchi navbatda kerak bo'ladigan mahsulotlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bu yerga kelibdi. Doim bu yerdan men o'zimizdagi sabzini topish qiyin, osh qiladiganligi ayniqsa. O'zimizdagi sabziga o'xshagan emas, mana bunaqangi ingichka uzun bo'lardi, lekin mana bu yerda bizga o'xshagan sabzi ham kelibdi. Bizga o'xshar ekan. Chunki bu yerda doim uzun, ingichka sabzilar bo'lardi. Mana bunaqangi bizda to'g'rashga qulayroq sabzilarni endi birinchi marta ko'rishim. Buni narxi 1 kilosi uchun shuncha bo'lar ekan, ekrandagi summa bo'lar ekan. Bizdagi sabzilarga juda ham o'xshash. Keyingi safar shu yerdan olib ketar ekanman. Yaxshi bo'ldi buni ko'rganim. Mana shu yerda o'sha svejiy salatlarni qilish uchun, pishiriqlar qilish uchun mana shu joyda svejiy sabzavotlar bor. Karam mana narxi 78 sent ekan donasi. Yo, donasi emas, buni funti. Shunda 1 kilolab sotilar ekan. Kilosi mana shuncha bo'lar ekan. Karam sotadigan tanishlaringizga yuborib qo'yasiz. Qisqasi, bu yerda juda ham ko'p narsa bor. Sabzavotlar, mevalar, shunaqangi narsalar. Shuning uchun buni tugatishimiz qiyin. Boshqa tomonga o'tamiz. Mana bu joyda sushi qilishar ekan. Bularning qiladigan ishi faqat sushi qilish, sushi tayyorlash. Bu tomonda o'sha baliq mahsulotlari, yana shunaqangi go'sht mahsulotlaridan, asosan baliqlardan, shu sushi bilan bog'liq, sushiga o'xshagan salat, yarim ovqat mahsulotlari ekan. Bu tomonlar ham hammasi salatlar, mana ko'rishingiz mumkin. Svejiy sheflar tomonidan tayyorlangan oziq-ovqat va salat mahsulotlari. Mana shular hammasi deyarli tayyor ovqatlanish uchun menimcha bo'lsa kerak. Olib ketib, ba'zi birlarini istasiz, ba'zi birlarini shunday bo'yicha iste'mol qilish mumkin. Va bu tomonda non qiladigan joy. Meksikaliklar tomonidan shu meksikacha tortilla degan narsa bor. Endi ko'pchiliklar bilsanglar kerak. Nechta dona ekan? 10 dona bor ekan bunchada. Xuddi bizdagi yoki bizdagi o'sha nonga o'xshamaydi-yu, lekin o'sha haligi chapati deymizmi? Chapatiga o'xshagan narsalar. Mana 10 tasini donasi, 10 tasini narxi $398 ekan. 10 donasini. Mana shu joyda butun shunaqa, bu tomon baliq va dengiz mahsulotlari ekan. Baliq va dengiz mahsulotlari. Salmon, tuna, osh. Endi biz uchun kerak bo'ladigan tomoni go'sht mahsulotlari. Endi bu yerda har xil go'shtlar bor. Endi bu yerda biz nimaga qaraymiz? Asosiysi mol go'shtiga qaraymiz. Endi bu yerda go'shtlar mavjud go'shtlar halol degani emas. Biz bu yerda hozir halol yoki halol emasligiga emas, asosan nima mavjudligiga, qanaqalar borligiga qarashga harakat qilamiz. Asosiysi qaraydiganimiz tovuq go'shti va mol go'shtiga bo'ladi. Mana bu mol go'shti kilosi. Mana mol go'shtining kilosi mana mol go'shtining kilosi. Ko'pchilik bilasizlar, endi mol go'shti uni joyiga qarab bo'ladi. O'sha qaysi qismidanligiga qarab narxi belgilanadi. Endi har xil bo'lishi mumkin. Eng arzon topgan mol go'shtim mana shu ekan. Baliq go'sht. Shunun 1 kilosi shunchaga to'g'ri kelar ekan. Mana bu ham eng arzon topgan go'sht bo'ldi. Demak, buni 1 kilosi. Mana bunaqa tayyor kesib qo'yilganlari bor ekan go'shtlarni. Mol go'shtini tayyor kesib qo'yilgan. Ularning narxlari
Xo'p, qisqasi mana shu molli go'shtlarning narxlari bo'ldi. Bularni endi o'zimizdagi narxlarga solishtirib olasizlar. Va bu yerda bu tomondagilar tovuq go'shtlari. Tovuq go'shtlari. Mana bu tomonda mana bu qism hammasi 1 kilosi emas, o'sha 1 funt uchun 97 sentdan qilib belgilab qo'yibdi. Mana sariqda skidkalarni qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Hammasi bular 97 sentdan ekan. Bularning ichiga nimalar kirar ekan? O'sha tovuq oyoqchalari, tovuq soni, tovuqqa ma'lum bir qismlari ekanda qisqasi. Bularning kilosi shunda bizning so'mimizga mana bu joyda ham shunaqa tovuq oyoqlari. Tovuq oyoqlari mana bu joyda hozir buni kilosini mana 97 sent deb qo'yilibdi. 97 sent. Hammasiga shunaqa qilib belgilangan ekan. Kilosiga bizni so'mda shuncha bo'ladi. Tovuq oyoqchalari. Mana bu tomonda narx-navolar o'zgarishni boshlaydi. Biz ko'pincha oladigan narsalarimizdan nimalar bor? Biz ko'p oladigan narsalarimizdan mana bu bo'lsa kerak. Tovuq o'sha sonlari, filesimi. Buni kilosi shunda shunchadan to'g'ri kelar ekan. Mana bu tovuq filesi 1 kilosiga shunchadan to'g'ri kelyapti. Bu tovuq filesi 1 kilosi shunchadan. Bu tovuq filesi 1 kilosi shunchadan. Mana bu tovuq qismi 1 kilosiga shuncha. Korzinkaning ichida novvoyxona bor. Bu yerda ham supermarket ichida ham novvoyxona bor ekan, mana ekan. Non bilan non mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanishadi. Mana non mahsulotlarini pishirish bilan shug'ullanishadi. Ichkarida nonlar pishyapti. Turli xildagi nonlar. Non va non mahsulotlari. Albatta bizga o'xshagan novvoy nonlar yo'q. Lekin mana bunaqangi nonlarni yopishgan. Mana bu tomonda bunaqangi nonlar bor ekan. Mana bu umumiy nondan ko'ra mazasi yaxshiroq bularning ancha. Ular narxlari ham o'sha ekranda ko'rinib turibdi. Guruch narxlarini ko'ramiz. Mana bu guruchlar eng qimmat guruchlar ekan. Kilosi qanchadan to'g'ri keladi? Buniki 1 kilosi. Buniki. Buning ichida endi osh qilish kerakdiganlari qancha darajada bor yo'qligini bilmadim. Shunchaki endi sizlarning ma'lumotingiz uchun bormi Amerikada ham guruch bo'lsa narxi qanchalik uchun ko'rsatib beryapman. Ko'pragi shakli bo'yicha alanga guruchga o'xshar ekan. Narxi 1 kilosi shuncha kelar ekan. Mana bu guruch oshga to'g'ri keladi. Lekin narxi 1 kilosi. Mana bu guruch eng arzon guruch menimcha mana bu guruch ekan. 1 kilosi so'mda shuncha bo'ladi. Faqat bizga qaysi darajada to'g'ri keladi yoki yo'q, oshdan boshqa ovqatlarimizga bo'lishi mumkin. Lekin oshga menimcha bo'lmasa kerak. Narxi mana shunday. O'simlik yog'i narxlari. Mana shu 1 litr uchun o'zbek so'mda shuncha bo'lar ekan. Buniki bo'lsa, bu ham o'simlik yog'i ekan. Buniki 1 litri shunchadan to'g'ri kelar ekan so'mda.
Bular ham o'simlik yog'imi? Ha, asosiysi shu o'simlik yog'i. Biz ko'pchiligimiz ishlatadigan o'simlik yog'i mana shuncha ekan. Narx-navo mavzusiga tegishli narsa mana shu hozirgi supermarketimizdan tashqariroqda halol go'sht sotadigan do'koncha bor. O'sha do'konchaga borib keldim men hozir. O'tgan safar ham bu joyda video qilgandim. O'sha joydan halol mol go'shtini oldim. Ozgina suyagi bor, ko'p emas, lekin ozgina suyagi bor. Buni demak narxi hozirgi ko'rinishi 1.81 LB ekan. 1 LB o'sha 1 funt uchun $599 ekan. $6 ekan 1 funt uchun. 1 funtimiz aytdik 450 gram atrofida, 450 gramdan ko'proq bo'ladi dedik. 450 gramdan ko'proq go'sht uchun $6 atrofida bo'lar ekan. Qisqasi mana shu turgan go'shtimizni hozir 1 kilosi bizni pulga xuddi shu narsani 1 kilosi 162.469 so'm, 162.500 so'mga tushar ekan. Kommentariyada yozingchi, bu narx-navo supermarketdagi, bizdagi supermarketlarga qaraganda qanchalik darajada farq qiladi. Mana ko'rish mumkin, deyarli suyagi bir dona suyakchasi bor ekan. Menimcha bir donagina suyakchasi bor shu yerda. Bu ham kichkinagina suyakcha, qolgani hammasi deyarli taliq go'sht. Bu albatta hozirgi ko'rgan H&B supermarketimizdagi narxdan farq qiladi. Halol go'sht, o'sha musulmon davlatlardan kelganlar ochgan do'koni bor. Mana videoni silkasi ham hozir shu yerda ko'rinadi. Tepada o'tgan safargi videoni ko'rishingiz mumkin. Shakar narxi 1 kilosi uchun mana shuncha ekan. Mana shakarni ham ko'p turlari bor. Men o'sha eng o'rtachasini olyapman. O'rtachasimi? Eng arzonini. Yo'q, undan ham arzoni bor ekan mana bu yerda. Shu o'rtachasini olman. Bu yerda mana buncha bo'lar ekan 1 kilosi. Buniki 1 kilosi so'mda shuncha ekan. Mana buniki 1 kilosi shuncha. Buniki 1 kilosi shuncha. O'rtacha shunaqa ekan 1 kilo shakar uchun. Endi un narxlari. Unda ham juda ko'p turlari bor. Non uchun un ekan mana. Non uchun unni 1 kilosining narxi mana bunchaga tushar ekan. Butun umumiy hamma xohlagan maqsadlar uchun universal un bor ekan. Buni narxi buncha bo'lar ekan. Bu universal uni narxi 1 kilosi uchun buncha ekan. Bu universal unni 1 kilosi uchun narxi mana buncha ekan. Eng qimmati organik ekan bu. Menimcha eng qimmat emas, endi qimmatroqlardan 1 kilosi shunchadan bo'lar ekan. Sut narxlari. Bu yerda o'sha Amerikada suyuqliklarni, suv, sut, shunga o'xshagan mahsulotlarni gallonda o'lchashadi. Xo'p, mana bu sutimiz demak 1 litriga qancha to'g'ri kelar ekan? 1 litri mana shunchadan bo'lar ekan. Mana buni 1 litri sariq, qo'pqog'i sariqligini 1 litri bunchadan to'g'ri kelar ekan. Mana bunikini 1 litri bunchadan to'g'ri kelar ekan. Mana buniki ham xuddi shunaqa. Bu qatordaginiki. Bu qatordaginiki 1% ekan. 1 litri so'mda shunchaga to'g'ri kelar ekan. Buniki bo'lsa, buniki ham 1% boshqa firmaniki bo'lishi kerak. Vitamin A, vitamin D lari bor deb maqtab tashashibdi. 1 litri shunchadan to'g'ri kelar ekan. Mana bu pastaginiki 1 litri demak shunaqadan bo'lar ekan. Tuxum narxlari. Tuxum narxlariga keladigan bo'lsak, mana bu yerda muzlatib qo'yilibdi. Nima uchundir muzlatib qo'yilgan? Men tushunmadim. Mana tomondagilar ham muzlatilgan, ha, to'g'ri. Bu tomondagi tuxumlar ham muzlatilgan. Bu tomondagi tuxumlar ham muzlatilgan. Buni demak tuxumni bir donasi 18 va 11 sentdan to'g'ri kelar ekan. Buni
O'zbek so'mda bir donasi demak qancha bo'ladi? Shuncha bo'ladi. Mana buniki bo'lsa bir donasi 16.22. Bitta idishda 18 dona tuxum bor. 16.22 dan to'g'ri keladi. Bir dona tuxum so'mga bo'lsa mana shunchadan to'g'ri keladi. Bu tomondagi tuxumlar, demak mana bu tuxumlar qimmatroq ekan. Bu tuxumlar ham qimmatroq ekan. Eng arzon tuxum menimcha mana shu sariq idishdagi 12 dona bo'ladi ichida. Bir dona tuxumimiz 16.42 sentdan to'g'ri kelar ekan. Bu so'mda mana shuncha bo'ladi. Mana bu 29.33 sentdan to'g'ri kelar ekan bir dona tuxum uchun. So'mda mana buncha bo'ladi. Mana buniki 41.83 sentdan bir dona tuxum uchun. Buniki ham shunaqa ekan. Bu tomondagilar ekan. So'mda buni bir donasi shunchadan bo'ladi. Mana bularniki so'mda bir dona tuxum shuncha to'g'ri keladi. Mana bular qisqasi sizda qanaqadir tasavvur paydo bo'ldi deb o'ylayman tuxum narxlari bo'yicha. Yana bu supermarketlardagi market tomoni borki, narxlarni o'shada undan keyin mana kupon bilan birgalikda narx deb qo'ydi. Kuponni qayerdan olamiz desangiz, hamma tomonlarda masalan kuponlarni deb tashlashgan. Kuponlarni ikkitasiga 5 dollarmi yoki qanaqadir shunaqa. Ana bu tomonda ham kupon bor. Shu mahsulotni tegishli mahsulotlarni oldiga o'sha mahsulotga tegishli bo'lgan kuponlarni deb qo'yishadi. Biri 25 dollar skidka bo'lar ekan, chegirma qilib berishar ekan. Mana shu mahsulotlardan dollar atrofida sizga skidka qilib berishadi. Agar buni olmasangiz, shunchaki 125 dollar qo'shimcha to'laysiz. Shunaqa bo'ladi-da. Mana bu tomonda ham butun kuponlarni ko'rishingiz mumkin. Ilib tashlashgan butun mana bu tomonlarga hamma mahsulotlarga tegishli bo'lgan kuponlarni ilib qo'yishgan. Bu endi o'sha korzinka uchun bizdagi korzinka, havas, yana shunga o'xshagan supermarketlar uchun ham bir qanaqadir foydali ma'lumot bo'lishi mumkindir. Kerakli mahsulotlarni qatoriga o'ziga o'sha ilib qo'yishgan kuponlarni. Siz shunday olasiz, kuponni olib, yirtib olib borib ishlatasiz. Bo'lmasa bu kuponlar bir kun, 2 kunda o'zgarib turadi. Bu supermarketda asosan oziq-ovqat, birlamchi, eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlari sotiladi. O'sha borib uyda ovqat qilib yeyish uchun yoki shu yerda olib umuman olganda kiyim-kechak yoki texnika mahsulotlarini sotilmaydi, lekin mana bu yerda otkritkalar bor ekan. Otkritka tug'ilgan kunga yoki bayramlarda yuboriladigan har xil otkritkalar bor ekan. Amerikaliklar juda ham ko'p bir-birlariga otkritkalar sovg'a qilishadi. Xatlar yozib turishadi haligacha, qo'lda xat yoziladi. Telegram, WhatsApp yoki internetdan tashqari mana shunaqangi bir-birlariga sovg'alar jo'natishni yaxshi ko'rishadi. Yana bitta tomoni bor, Amerikada gift card degan tushuncha bor. Yana sovg'a kartasi bor. Mana har xil restoranlarga mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana ekan Starbucks uchun yoki bo'lmasa bu yerda Cane's o'sha yoki mana Chick-fil-A yoki yana McDonald's'ki bo'lishi mumkin. McDonald's'kini ham topishimiz mumkin. Mana shunaqangi ovqatlanadigan mana Burger King bor bu yerda. Papayas, mana McDonald's shular uchun ishlatish uchun sovg'a kartalari bor. Bularning ichida summasi bo'ladi. Mana shu summadan foydalangan holda borib ovqatlanishi mumkin yoki o'zini ehtiyojlari uchun sarf qilishi mumkin. Olgan odam yoki mana bu yerda boshqa supermarketlarniki bor. Mana bu Home Depot mana qurilish mahsulotlarini sotadigan yoki mana ekan Lowe's qurilish mahsulotlarini sotadi. Mana bu traktor mahsulotlarini sotadigan. Bu tomonda yana qo'yingchi qanaqangi supermarketlar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga hammasiga gift card, sovg'a kartalari bor. Bularning ichida mana ekan 25 dollardan 500 dollargacha puli bo'lishi mumkin ekan. Mana bu yerda kartasi bor, qolgani qog'oz qismi. Men sizga hozir ko'rsatib beraman. Mana ekan mana pastdagisi, mana shu kartasi, kartani yirtib olinadi. Nomerlari bor, o'sha sovg'a kartasi. Bu kimda ishlaydi? Buni asosan kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, jiyaningiz, o'g'lingiz, farzandingiz, qo'shningiz yoki sizga yaqin bo'lgan biror bir inson bor, bu boshqa shaharga ketyapti yoki shunchaki sizga keldi. Pul berish o'rniga mana shunaqangi sovg'alarni qilish mumkin. Bu narsadan juda ham ko'p amerikaliklar foydalanishadi. To'g'ridan to'g'ri pulni naqd pul berish o'rniga mana shunaqangi gift kartalardan, sovg'a kartalaridan berishadi. Yana bir tomoni bor. Amerikada o'tgan safargi videolarimda
kommentariyada yozishda aptekalar haqida gapirsangiz, aptekalar haqida ko'rsatsangiz deyishdi. Amerikada aptekalar bizni singari har bir ko'chani burchagida ko'plab apteka turadigan bo'lmaydi. Aptekalar bu yerda boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa supermarketlarning ichida ham nimalari bor o'zini vitamin va ma'lum bir retseptsiz yoziladigan, retseptsiz beriladigan dori-darmonlar. Dori-darmon deya olmaymiz. Bu narsani vitamin, bosh og'riq dori, bu ham dori. Mana boshingiz og'risa yoki qorin og'risa, bir qanaqadir retseptsiz dorilar bilan hal qilish mumkin bo'lgan qanaqadir og'riq bo'ladigan bo'lsa, o'shalar uchun alohida mana biz hozir o'sha dori-darmon qismidamiz, vitaminlar qismidamiz. Zubная pasta, tish pastasi, shampun, nima deydi, shaxsiy gigiyena mahsulotlaridan tashqari bu yerda mana o'sha vitaminlar bor. Bu tomondagilar hammasi o'shunaqa vitamin yoki isitmani tushirishga mo'ljallangan vitaminlar, dori-darmonlarni ko'rish mumkin. Bu yerda ham o'sha kuponlar turibdi. Mana shuni olmoqchi bo'lsangiz, kupondan foydalangan holda $1 chegirma bilan olishingiz mumkin. Bular endi allergiyaga qarshi, yana qatliqda tilinsa nima bo'ladi haligi? Nima ekan buni tushunmadim. Qisqasi o'sha birinchi yordam ko'rsatishga yetadigan darajadagi vitamin, dori-darmonlarni topish mumkin bu yerdan. Mana bu yerda yana nimalar bor? Narx-navolari endi bularni hammasini hozir ko'rsatishga sal qiyin bo'lsa kerak. Vitaminlar mana probiotiklar, har xil vitaminlar, qo'yingchi. Mana shunaqangi mana isitmani tushirish uchun kerak bo'ladigan har xil damlamalarni tayyor qilib qo'yishgan. Bu tomonda yogurt, sutni qayta ishlangan mahsulotlar tomoni ekan. Men bitta narsani topib oldim bu yerda. Mana shu kefir bor ekan. Kefir, oddiy kefir deb qo'yibdi. 3,5% kefir ekan. Bizdagi uyda qilingan damashli qatiq bilan bir xil ekan. Ta'mi, umumiy hammasi bir xil ekan. Buni o'sha qachondir 1976-yilda Ukrainadan ko'chib kelgan oila tashkil qilgan firma, kompaniya ishlab chiqarar ekan. Bizdagi damashli qatiqdan hech narsasi deyarli farq qilmas ekan. Mana o'sha vitaminlar, ba'zi bir brendlar sizga ham tanish bo'lsa kerak. Toshkentga ham hozir olib borishyapti juda ko'p. Mana shu vitaminlar qismi butun barchasi o'sha har xil. Mana bu uyquga yordam beradigan vitamin bo'lsa, mana bu stressni oldini oladigan vitamin. Mana bu multivitamin bo'lsa, bu tomonlarda mana kalsiy, B12, magniy, baliq yog'i, yana bir narsalar. Butun bu Amerikada juda ham ko'plab shu vitaminlarni yaxshi ko'rishadi. Juda ko'p vitaminlar har bir supermarket, oziq-ovqat supermarketlarida vitaminlar bor. Mana masalan, baliq yog'ini ko'radigan bo'lsak, baliq yog'i bizda ham juda ham ko'pchilikka tavsiya qilinadi, olishadi. 200 donasi bor ekan. 200 donasi demak 20.96, $21 ekan. 200 dona ichida bor ekan. Va mana qaysi biri bor? Mana bunisida 13.94 ekan. 150 dona yumshoqqina o'sha gel sifat bor ekan baliq yog'i. Narx-navoni bilishingiz uchun endi ko'rsatib beryapman. Mana bu yerda 250 dona bor ekan. Mana 250 dona. Avval 200 dona bo'lgan ekan yoki 200 donani o'rniga narxi 250 dona narxida kelar ekan. Buni narxi $16, 15.97 sent bo'lar ekan. Yoki mana vitamin C vitaminlik, D vitamin, yana bir narsalar, juda ham ko'p brendlar bor. 3 ta 4 ta brendlar bor. Butun bozorni egallagan. O'sha bozorlarda mana Nature Made degani bor. Keyin yana har xil o'sha mana bu o'sha supermarketning o'ziniki ekan. HEB niki ekan. Necha dona ekan buniki? Buniki 200 dona ekan. 200 donasi 14.84, ya'ni
$15 ga yaqin ekan narxi. Bizdagi narxlarga solishtirganda bular qanaqa deb o'ylaysiz? Arzonmi yoki qimmat emasmi? Endi haqiqiy aptekalar qayerda bor degan savol tug'iladi. Bu supermarketda vitaminlar sotilsa yoki bir o'sha vitamin, ya'ni o'sha birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha dori-darmonlar sotilsa, aptekalar bormi degan savol tug'iladi. Mana bu yerda turgan odamlarni ko'ryapsiz. Navbatda turishibdi. Ichkarida odamlar yurishibdi. Yozib qo'yibdi, konsult deb yozib qo'yibdi, konsultatsiya degan, konsultatsiya yoki mana bu tomondan ko'radigan bo'lsangiz, mana ekan o'sha farmasi deb yozib qo'yibdi tepasiga, farmasi degan yozuv degani o'sha farma, ya'ni bu o'sha haqiqiy apteka bu. O'sha sizga qanaqadir doktor retsept yozib bergan bo'lsa, bizdagiga o'xshab xohlagan aptekaga borib retseptni olib ketavermaysiz. Bu yerda o'sha ichki tomondagi mana ekan nimalar turishibdi, aptekarlar turishibdi ichkarida, o'sha dorilarni retseptga qarab qilib beradigan. Mana bu tomonda o'sha dorilar bor, retsept bo'yicha beriladigan dorilar bu tomonda bor. Retsept bo'yicha beriladigan dorilar hammasi o'sha tomonda sotiladi. To'g'ridan to'g'ri retsept bilan beriladigan dorini biror bir joydan retseptsiz olib bo'lmaydi va undan keyin retsept bilan beriladigan dorilar juda ham qimmat bo'ladi. Mana ichkarida bu 4 ta 5 ta odam ishlayapti, aptekachilar ko'rgan bo'lsangiz, mana o'shalar dorilarni sizni retseptingizga qarab yetkazib berishadi. Meni tushunishim bo'yicha doktorga borilsa, doktor retseptni qo'lingizga tutqizib qo'ymaydi. O'sha yashaydigan manzilingiz qayerdaligini so'rab, o'sha joydagi eng yaqin aptekaga yoki o'sha manzildagi siz yoqtirgan, siz xohlagan aptekaga qarab o'sha elektron tarzda nimangizni yuboradi, retseptingizni yuboradi. Bu yerdan kelib narxini kelishib, ya'ni narxini qanaqa qilib kelishasiz? Narxini tushib berish yoki o'tib berish degan narsa yo'q. Sizda agar sug'urta bo'ladigan bo'lsa, sug'urta kompaniyasi bilan kelishib, telefonlashib, gaplashib, ular bilan kelishasiz. Ular qanchadir qismini o'sha sug'urta polisi bo'yiga qarab turib, qancha qismini qoplab berishsa, o'shani qoplab berishadi. Qolgan qismini siz to'laysiz yoki to'liq sug'urta kompaniyasi qoplab berishi mumkin. Shunaqa tomonlari bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida sug'urta, sog'liqni saqlash tizimi juda ko'pchilikning aytishi bo'yicha, Amerikaliklarning aytishi bo'yicha bardak, juda ham rasvosi chiqib ketgan, juda ham qiyin. Mana masalan men bir dori ichib yuraman, u dori juda ham arzon. Endi bizda 30 donasi 350 ming so'm turadi. O'shani alternativi bormikin? Bu yerda turman, o'sha ChatGPT internetdan izlab ko'rsam, birinchi o'rinda buni ko'chadan topib bo'lmaydi, ikkinchi o'rinda retsept olish kerak. Retsept bilan oladigan bo'lsang ham, adashmasam hozir esimdan chiqmayotgan bo'lsa, $2,500 dedimi yoki $3,000 dedimi, shunaqa bitta o'sha 30 kunligini va undan tashqari doktorga borib konsultatsiya olish uchun ham u allaqancha pul turadi. Xudo ko'rsatmasin, Amerikada sog'liq bilan bir qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa va sizda sug'urta bo'lmaydigan bo'lsa, buni ahvoli juda ham chatoq. Mana shu hozirgi supermarketdagi shuncha to'liq narsalar, to'kin sochinliklarni hammasini o'zini nimasi borda, endi to'lovi bor. Va Amerikadagi o'sha shohona yashash kimlarning nazaridadir, endi bu shohona yashashni o'zini to'lovi bor. Shuning uchun Amerikani shunaqa ko'plab yaltiroq ostidagi tomonlari bor. Juda ham ko'pchilik mana shu joyda yurgan odamlar kunligini zo'rg'a topib yeyotgan, zo'rg'a yoki kredit kartasi bilan savdo sotiq qilayotganlar ham juda ham ko'p bu yerda. Kredit karta orqali qarzga savdo qilayotganlar ham juda ham ko'p. Mana bu yerda juda ham ko'p kuponlar bor. O'shaning uchun juda ham ko'pchiligi kunligini zo'rg'a topib yeyotgan yoki oylik daromadini zo'rg'a yetkazayotgan yoki umuman qarzda, kreditga yashayotgan odamlar ham oz emas. Juda ham ko'p deb bo'lmasligi mumkindir, balki oz emas.